Obunachilar, bunning bahada ana shunday kasalarni hech yerdan topib bilmaysizlar. Narxini keladigan bo'lsak 5000 so'm. Videorolikimizni to'liq oxiridan ko'ringlar. Do'kon manzilini videoning oxirida aytib o'taman. Ketdi qanday? 5000 so'm. 7000 so'm kasalarimiz. 7000 so'm. 8000 so'm. 8000 so'm. Lap kasalarimiz 13000 so'm. Iso. Keyin pichonitsalarni aytib beradi. 55000 so'm turetskisi boshqacha baho, dim xo'sh. 65000 so'm non patnos. Hech yerda yo'q baho. Keyin Zolotskiy MGFR naborlar keldi. 330, 330. Aha. Kumushining 390. MGFR ko'rsatib. original bo'ladi, obunachilar. Original. Keyin zarli pastalarimiz. aha, 1 million 50. Zarsiz variantlari. 900. Podrяд 900 dan zarsizlar. Iso, bagimalar. Bajamalarimiz 830. Leonardo aga. Original, ha? 100% original. Shuni kamerada ko'rsatib. Keyin zakrivalkani aytib beradi. 25000 so'm aga. 65 50. Bu 50000 so'm bo'ladi. Keyin Torexlar. Torex 280. 280 ming so'm Torexlar obunachilar. Ajoyib. Keyin shuni aytib beradi. Deb zo'rlab. 25 ming so'm. Boshqa gap bo'lsa mumkin emas. Keyin shuni ham aytib beradi. 65000 so'm. 65 ming so'm obunachilar. Endi Pasodaline do'koni manzilini tushuntirib beraman. Urganch Stepkan bozor yonida Karvon Shopping savdo markazi joylashgan bo'ladi. Shuni podvalindagi 38-Pasodaline do'koni bo'ladi. Telefon nomerlarini videoda yozib qoldiraman, bemalol xabarlashib kelaverasiz. Sog' bo'linglar.